Respublikamiz bo'ylab barcha umumta'lim maktablarida 2025-2026 o'quv yili yakunlanib, so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari bo'lib o'tdi. Bugun minglab bitiruvchilar jonajon maktablar bilan xayrlashib, mustaqil hayot bo'sag'asiga qadam qo'ymoqdalar. Aytish joiz, so'nggi yillarda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi o'laroq. Bugungi bitiruvchilar zamonaviy bilim va xorijiy tillarni puxta egallagan, raqobatbardosh avlod sifatida shakllandi. Muxbirlarimizning lavhalari shu haqida. Samarqand shahridagi 55 umumta'lim maktabini joriy o'quv yilida 154 nafar yigit-qizlar bitirishib, mustaqil hayot ostonasiga qadam qo'yishmoqda. Ularning 5 nafari muddatidan oldin talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'lgan bo'lsa, 60 nafar o'quvchilar turli darajadagi sertifikatlarni qo'lga kiritishdi. Mazkur ilm maskanida tashkil qilingan tadbirda viloyat hokimligi, maktab pedagogik jamoasi, ota-onalar, mahalla faollari, jamoatchilik vakillari, sobiq bitiruvchilar ishtirok etib, dastlab Samarqand viloyat hokimi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maktab bitiruvchilariga yo'llagan bayram tabrigini o'qib eshittirdi. 5 nafar milliy sertifikatlarni qo'lga kiritib, 189 ball bilan muddatdan oldin respublikamizning barcha tibbiyot yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalariga grant asosida talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'ldi. Muhtaram Prezidentimiz o'z tabriklarida bizga kitobingiz bu qurol dedilar. Biz albatta kelajakda shuncha imkoniyatlardan foydalangan holatda yetuk insonlar, eng yaxshi kadr bo'lishga va'da beramiz. Nafaqat bilim o'rgandik, bundan tashqari biz bir qancha kasblarni ham o'qib o'rgandik, bir qancha chet tillarni ham o'rgandik. Prezidentimizning bizga otalar qilgan mehribonligidan, g'amxo'rligidan biz xursandmiz va katta tashakkur aytamiz. Maktab hayotida faol ishtirok etayotgan, shuningdek odob axloqi, intiluvchanligi bilan tengdoshlariga o'rnak bo'layotgan o'quvchilarning ota-onalari viloyat hokimligining tashakkurnomalari bilan taqdirlandi. E'tirof etish kerakki, so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari doirasida faol jismoniy tarbiya o'qituvchilariga jismoniy tarbiya sport a'lochisi ko'krak nishoni hamda jismoniy tayyorgarlik darajasi sport sinovlarining ixtiyoriy va maxsus talablarini muvaffaqiyatli topshirgan o'quvchilar hamda maktablarda namunali sport klublari faoliyatini yo'lga qo'ygan o'qituvchi va murabbiylarga sport vazirligining ko'krak nishonlari hamda sport formalari topshirildi. Darvoqe 2025-2026 o'quv yilida Samarqand viloyatida umumiy o'rta ta'lim maktablarini jami 123.870 nafar o'quvchi bitirishmoqda. 11-sinf bitiruvchilaridan 1549 nafari milliy sertifikatlarga ega bo'lgan. Shulardan 95 nafari esa 5 ta fandan sertifikatni qo'lga kiritgan. 1945 nafar bitiruvchilar muddatidan oldin talabalikka qabul qilingan. Joriy o'quv yilini Xorazm viloyatida 27.216 nafar yigit-qizlar tamomlashdi. Shundan 400 nafardan ortig'i 189 ballni to'plab allaqachon muddatidan oldin talaba bo'lishgan. Ularning 383 nafari oltin, 173 nafari esa kumush medallarga tavsiya qilingan. Ana shunday natijalarni qayd etayotgan yoshlar bugundan katta hayot ostonasiga qadam qo'yishadi. Erta tongdan maktab ostonasida jam bo'lgan yoshlarning orzulari, to'la nigohlari va ustozlarning ko'zlarida faxr so'nggi qo'ng'iroq tadbirlariga o'ziga xos ruh bag'ishladi. Ushbu tadbir bitiruvchilar hayotida unutilmas sahifa sifatida muhrlanib, ular uchun yangi bosqich mustaqil hayot sari yo'l ochdi. Davlatimiz rahbari o'z tabrigida biz yoshlarni olgan sertifikatlarini maqtab o'tdi. Sport bo'yicha yutuqlarimizni ham aytib o'tdi. Xalqaro sertifikatlar berilib turgan imkoniyatlar bizlar uchun motivatsiya bo'lib turibdi. O'zim xalqaro sertifikat SIT sertifikatini egaman. Bundan tashqari bir nechta chet el davlatlarning grantlarini utganman. Nufuzli institutlarda o'qib, O'zbekistonni yanada rivojlantirmoqchiman. Shuna o'z hissamni qo'shishga harakat etaman. Davlatimiz rahbari so'nggi qo'ng'iroq bayram munosabati bilan yo'llagan tabrigida alohida ta'kidlanganidek, bugun qishloqlardagi oddiy maktab bitiruvchisi ham ertaga dunyo tan oladigan olim yoki ixtirochi bo'lishi mumkin. Bugungi tez o'zgarayotgan davrda hayotga tayyor bo'lishning eng muhim yo'li kitob o'qishdir. Kitob insonga faqat bilimgina bermaydi, balki nur, ilm va ibrat manbai bo'lib, uning qalbini yoritadi, fikrlarini boyitadi va ruhini ko'taradi. Ko'p kitob o'qigan inson hech qachon to'g'ri yo'ldan adashmaydi. U kuchli irodaga, keng dunyoqarashga va hayotiy hikmatga ega bo'ladi. So'nggi qo'ng'iroq tadbirlarimiz o'zgacha shukuhda bo'lib o'tmoqda. Nima uchun deganda prezidentimizni yoshlarga yo'llagan tabrigi bu yoshlarni kelgusi hayotida ular uchun juda ham bir katta motivatsiya sifatida qabul qilinmoqda. Ustoz va murabbiylar uchun juda ham katta sharoitlar yaratilmoqda. Nafaqat yoshlar, balki ustozlar ham o'z ustida ishlab yoshlar uchun bilim, motivatsiya berib kelmoqda. Loyihalarda masalan mening
maktabim loyihasida ikkita katta monitor yutib olishdi o'quvchilarimiz. Bu ham bir yoshlarga yaratilgan imkoniyat hisoblanadi. Bu yilgi so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari har yilgidan boshqacha o'tyapti. Sababi davlatimiz rahbarining yoshlarga tabrigi o'qib eshittirildi va mana shu tabrikda bevosita yoshlarga 3-Renessans poydevorlar deya ta'riflandi. Bu ishonch va e'tibor g'amxo'rlik demakdir.